Ko'pchilik bizdan dudulangandan bo'lgandan keyin eng ko'p berilayotgan savol qanaqa saqlaydi? Misol uchun mana 1 kilolik oldingiz, to'g'rimi? 1 kilolik oldingiz. Undan o'zingizga kerakli bo'lagini etinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Kesib yedingiz. Mana mashinchi bo'lib yedingiz, to'g'rimi? Nima qilasiz? Qaytarib shundoq solasiz. Shoboda bo'lib turadigan joyga shundoq osib qo'yasiz, bo'ldi. Quyosh tushishi kerak emas, yomg'ir, qor tushishi kerak emas. Просто shamol o'tib turadigan joy bo'ladi-yu. Shunaqa joyga osib qo'yasiz, o'zi qotib mazali bo'lib boradi. Agar siz buni 1 hafta yoki 10 kundan keyin yesangiz, bu mana shu birinchi yeganingiz bilan mazasi farq qiladi. U 1 hafta 10 kundagi juda ham yanada bir xushxo'r bo'lib ketadi. Shuning uchun akalar bizdan olganinglardan keyin iloji bo'lsa, o'zingizlar saqlanglar 3-4 kun. Bizda telefon qilib eskisi bormi deyshadi. Yo'q, bizda eskisi yo'q. 3 kun, 4 kun. 3 kun, 4 kun. Mana shu 4 kunga o'tadi, o'sha bizda tugaydi. Mana hozir ko'rib turganinglar 3 kun bo'lgan mana shu. Mana o'rtadagi partiyaga 2 kun bo'lgan. Mana bular 1 kun bo'ldi. Xudo xolasa bizdan olganinglardan keyin sizlar ham bir 3-4 kun ushlasanglar, bu ta'mi yanada mazali bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib zakaz bersanglar, sizlarga yetkazib beriladi.